Shani mamno taqilyapti-da, xudo chakyapti-da. Yevropaning boshdan oxirigacha bugun bizning 74-kunimiz o'rtoqlar. Bugun bizda ikkita g'aroyib bir voqea bo'ldi. Cho'mildik biz ham daryoda. Da, ham daryoda cho'milgandik. Oldimizga adashmasam menimcha italyan. Millatini bilmadim, lekin bitta gespat bir inson keldi. Abdulazizga qarab turibdi-da. Yo'q, menga qaramadi o'rtoqlar. Biz cho'milayotganda, endi o'zingizlar bilasizlar, o'g'il bola qanaqa cho'miladi. O'sha cho'milayotgan joyimizda oldimizga kelyapti-da. Lablarini tishlab, qarochi qo'lni suvga botirib, g'alati qiluvlar qildi-da. Biz kutdik o'sha insonni oldimizga keladigan bo'lsa, o'zimizning bir salomimiz bor edi O'zbekistondan. Keyin nima kelmadi. Keyin ketdi yo'lida. Daryoda cho'milib kelayotganimizda, undan keyingi voqealar ketcha qiziqarli. Qarochi, bu yerda bilasizlar, Italiyada qoravoylar, shuna millatlar bor, ko'p ham aytdi. Nasha, pasha, shuna narsalar haddan ziyod mamnun. Bizga nima deyapti? Nashani mamdo taqilyapti-da, xudo chakyapti-da, mana deyapti-da. Endi oldiga bordik, so'rashdik, qattansan dedi. Endi davlatni aytib o'tirmaymiz. O'sha qora tanli insonlar chak deyapti, o'tirdiyapti, oldimizga har xil ko'p bir narsalarni ko'rsatyapti-da. Ketdi bir joyga boramiz dedi. Shart emas dedi, chakmaymiz dedi. Shunaqa, hozir mana shu bo'ldi, ular ham daryo tarafida o'tiribdi. Oldida video olib o'tirmadik, chunki bir qurol bo'lsa taq-taq qilib qolmasin deydi. Sekin ketaver dedi. Sekin yo'limizdan davom etamiz. Soat 6 yoki 7 gacha Italiyaning Trento shahriga borishimiz kerak bo'ladi.